Assalomu alaykum. Qalaysiz ya? Assalomualaikum. Yaxshimisizlar, yaxshimisizlarmi? Mana bugun safarimning 81-kuni. Men esa Kavkaz haqidaman. Xudo xolisa Gruziya chegarasigacha 600 kilometr qoldi. Bu Vladikavkazning boshlanishi. Markazi desak ham bo'ladi. Markazga 6 kilometr qoldi. Bu tog'lar. Mana shunaqa gaplar. Assalomu alaykum barchaga. Mana bugun safarning 82-kuni. Men esa hozir Severniya Osetiyadaman. Rossiyadaman hali ham. Xudo xolisa Gruziya chegarasigacha 32 kilometr qoldi. Bu tarafga qarab ketishim kerak. 32 kilometr qoldi. Buguncha yetib kelganim mana shu yer bo'ldi. Shunaqa gaplar hozircha. Assalomu alaykum barchaga. Qalaysizlar, yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Mana bugun safarning 84-kuni. Kecha 83-kun edi. Yomg'ir yog'ganligi sababli men bu yerda qoldim, u gostinitsada. Bugun esa 84-kun. Xudo xolisa davom etamiz. Vladikavkazdan o'tganman men. Mana Vladikavkazdan chiqib ketganman. Faqat mana shu tog'lar orasidan o'tib olsam hozir Gruziya chegarasigacha 30 kilometr qolgan. Mana shu tog'larning o'rtasidan o'tib olsam, xudo xolisa. Bizda soat hozir 11. Soat bo'sh 4largacha yetib boraman. Nasib qilsa, agar o't qilsa, inshaalloh o'tamiz. Gruziyaga o'tib, Turkiyaga o'tib ketamiz. Agar mabodo o'tkazmay qo'ysa, iloj yo'q. Obratni qaytib samolyotga uchishga majbur bo'laman. Hozircha shunaqa gaplar. Ko'ramiz inshaalloh. Nasib qilsin o'tib ketayin Gruziyaga. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Yaxshimisizlar, yaxshimisiz? Mana bugun safarimning 85-kuni. Bilasizlar, men kecha Gruziya chegarasigacha bordim. Bu yerda meni qo'yishmadi. Sababini umuman tushuntirishmadi. Bugun esa hozir Osetiyaga, Severniya Osetiyaga keldim. Poyezdga bilet oldim Sochiga, Sochidan Turkiyaga uchaman inshaalloh samolyotda. Bu yerda esa bir taksist bola bilan bozorga boraman degan maqsadda zakaz qildim. O'sha bola bilan tanishib, gaplashib qo'yib mana hozir Osetin Batras ismi ekan. Bu hozir milliy taomi, Osetinlarning milliy taomi va bu как называется? Фитчин. Вот Фитчин degan
Ну, пирог, да? Осетинский пирог, да. С мясом, go'shtli. Shuni tatib ko'rmasang bo'lmaydi. Osetiyaga kelib, shuni yemagan odam Osetiyaga kelmagan hisoblanadi. Mana shunaqa gaplar. Xudo xolasa, bu yog'i endi Sochiga qarab yo'l olamiz. Sochiga Assalomu alaykum, yaxshi do'stlar. Mana bugun safarimiz men esa Turkiyaning Istanbul shahridaman. Hozir esa shaharda aynan markazda bo'lmasa ham, sal chekkaroq bo'lsa ham mana bunaqa joylardaman. Burada esa mana kichkinagina masjid bor ekan shaharda o'rtasida. Bu yerda lekin mana bunaqa uzun avtobuslar qatnayotgan asosan. Shaxsan men birinchi marta ko'ryapman bunaqa avtobus.